Bugun qo'li sotib oldim. Oshnog'ayning puliga emas, qandash urug'ni puliga emas. Hech qanaqa qarz olmadim o'zimning pulimga. Qanday qilib bu darajaga erishdi degan bo'lishinglar mumkin. Nechta uyqusiz tunlar o'tgan bu. Hammani qo'lidan keladi, hammani qo'lidan keladi. Faqat disiplina, intizom, to'g'ri joyda to'g'ri qarorlar qabul qilish, motivatsiya, vulkanizatsiya. Faqatgina hali uyquga vaqt ajratmanglar umuman. Hali charchab ketyapman degan narsa hayolinglardan chiqadi. Charchab ketdinglar, uxlab olinglar bo'ldi. Uyquga vaqt ajratish bo'lmasin. Kecha menga cho'ntagingda hemiring yo'q ekan, qizimni bermayman deganlar. Nima deyapti mo daraja men? Ta'milchoy emas bu sizlarga yoki haligi yuppi emas bu, dahsuvga damlab ichib olgani yoki deb haligi achchagilo suv emas, baklashga sol cho'pay aralashtirib ichib qo'ygan. Bu daraja o'sha, tushunyapsizlar? Jim, bir gram ham kibr yo'q. Tinchlik. Ancha-munchasini shovqinidan bizning tinchligimiz balandroq eshitiladi bu. Hamma ota-onasining puliga kuchayayotgan bir davrda biz o'z kuchimiz bilan pastga qulashda davom etamiz. Bir gram ham oldi yurish. Men planlarim bo'yicha bu yoshimgacha hali kambag'allarga yordam beradigan inson bo'lishim kerak edi. Ularga qo'shilib qolishim emas. Bu hammani hayotidan bunday qarasangiz haligi bir nimadirgadir ibrat olsa bo'ladi-yu. Ba'zi odamlar hayotdan kino olinadi, ba'zisidan kitob yoziladi. U biznikidan ham bir telenovella bo'lsa ham chiqamikin deyman-da. Gazetada bitta maqol olsa ham hech yo'q. Yo shu reelsmikin bizniki deb o'ylayman-da, to'g'risi. Kredit ham to'ydirdi. Kredit ham shu telefon qiladi, uka kredit vaqt o'tib ketayotgan, to'lab qo'yasizmi deydi. Sizdan olganman aka desam, yo'q deydi. Bankdan olganman-da men, u akadan olmaganman. Ha men telefon qilib hozir aka men oshnangizda qarzingiz bor ekan, bering desam, berasizmi menga desam, yo'q deydi. O'ziga bermayapti, menga qada beradi. Shu o'ylantiryapti-da hozir. Hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga hamma xonani svetni o'chirib yoqadigan включатель ichida bo'ladi-yu, bitta hojatxonaniki tashqarisida bo'ladi. Eng qizig'i siz hojatxonaga kirayotganingiz ukangiz har doim ko'rib qoladi. Ukalar включателni o'ta qattiq kelishadi. Misol uchun, qay darajada desanglar, dadam включатель remont qilayotgan bo'ladi, avtomatdan svetni tashab, uchan fonar yoqib turgan bo'ladi. "O'y, fonarni yaxshi yoqa olmayapsan, to'g'ri yoq" desa, borib dadamga yorug'roq bo'lsin deb turib avtomatdan svetni ko'tarib keladigan положениеda, tushunyapsizmi? Bu eng qizig'i uni qilgan ishi uchun sizlar ham so'kish eshitgansizlar. Men o'rganib olganman. Hali uyda kattalar kimnidir so'kyapsa, o'zim o'rganga savolishni o'rganib olganman-da, o'ta bir kurslar o'qiganman u. Chunki men bunday so'kyap turib, "Kallani ishlasang bo'lmaydimi? Shuni kish ham qilasanmi?" Bunday ko'rib olib turib, "Feruz ham to'ydirdi." Odam bo'lmaydi bu deb berdi. Prosta ayt, tushunyapsizlarmi? Bunaqa ukani biroq bo'lib to'lashga ham olmaydi-da bitta joyda tavba qildim. Voy, mana Instagramda, Telegramda голосовой yozadiganlar bor-u. Sizlarda telefoningizlarda klaviatura chiqmaydimi? Bunday bossanglar. Yo bir narsa chekasizlarmi? Kasalmisizlar sizlar tavba qildim. Yo bittasi ovozingizlarga mubtaloman deganmi? Voy, 3,5 minutlik голосовой tashab beradi-da, 3,5 minut. Haligini 2x etsam ham 1,5 minutda. Umrimning bir qismini sizlarning голосовойlarda eshitishga sarflamayman, to'g'risi. Men oxirgi marta 3,5 minut bitta odamni indamay eshitganim ustozim. Uyga vazifani so'ramasin deb eshitganman, yangi mavzu tushuntirayotganda. Bo'ldi. Tashamanglar unaqa голосовой tavba qildim. 2x etsam ham 1,5 minut. Umrim o'tib ketadi haligi. Butun umrimni to'plasa ham 1 minutga yetib bormaydi. Meniki ishonasizlarmi? Lekin 3,5 minutlikdan 4-5 ta голосовой tashab beradi. Haligini eshitadi deb o'ylaysizlarmi meni? Men bir ham marta eshitmaganman 1 minutdan ko'p голосовойni, to'g'risi. Otam ham menga 10 sekunddan oshiq голосовой tashamaydi. Manaqa stiker tashlaydi maksimum. Men UAACJdanman, uylanmayotgan akasidan Aziyacha haykallar jamiyatidan. Orzu havasam yo'q shekilli akalar, to'g'risi. Shu qilmaganim o'zim sovchilikka va kiyo bola qadi ishlaydi. Ekvatorial Gvineyaning prezidenti, qizim baxtiga yana nimasi bor? Shu xotini yo'q xolos. Qolgan hamma narsa bor. Baxtam eshikda turib, shunda kelsa bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Ishonasizlarmi? Tezroq uylansin deb turib, otamni patinkasiga solmagan sabzavotim qolmadi. Sabzi yoqda tursin, shakar olib qo'ydim hali kuni. Yo'q. Grechkalar ham solib qo'yapman, bo'lmayapti. Bunday turib olib, men uylansam, bolali bo'lsam, jiyanlaringdan qasos olaman deyapsanmi mendan deydi. Men ashini plan, men bo'zayman, u ashnaqa narsani plan qilib shashiltiradigan. Men taksida ham chaqirib olib gaplashib o'tiraman-da aka bilan, biz bekarchi ekansiz deb turib. Siz uylaning, qiynayman, o'zim bilaman kimni qiynashsiz. Yo'q, men uylansa orqasidan 12 sekunddan keyin men uylanaman. To'g'ri aytyapman. Uylanadi 12 sekund men sразу. Muchalla lapashmas, u to'g'rimi? Biz ham ona yura olmaymiz, ona o'jay xotinimizni olib kelishimiz kerakmi? Ofitsialni qilib, to'g'rimi? Tezda uylansa nima bo'lar ekan?
Shuncha qo'shiq eshitgani platforma turib, men ham jinni yo'shab YouTube'dan qo'shiq eshitaman-da, YouTube'dan. Bilmayman qandaydir oson topishga. Lekin bitta minus tarafi bor. Bu bilsanglar endi o'zimda ham juda ko'p bo'ladi. YouTube'dan boshqa prilojeniyga o'tganda o'zi qo'shiq to'xtab qoladi. Masalan, Telegramda yozishib qo'shiq eshitish ilojisi yo'q. Yoki-da prosta ekranni o'chirib qo'ysa ham aytmay qoladi. YouTube shunaqa inja oyog'iga xina qo'yib qo'yganda. Endi taksi akalarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Masalan, ko'p ko'raman, hali Yandexga o'tganda o'sha YouTube qo'shiq aytmay qoladi, jinni ketib ketadi, Telegramdan qo'yib ketish. Shuning uchun xuddi shu YouTube'da bor, hamma qo'shiqlar ham, podkastlar ham bor, Janatub degan prilojeniya bor ekan. Tekin hech qanaqa reklama yo'q. App Store'dan, Play Market'dan skachat qilsanglar bo'ladi, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Umuman boshqa prilojeniyaga o'tsanglar ham, ekran o'chirsanglar ham ishlayveradi, вообще без проблем. Shuni aytib qo'ya dedimda, soqol qildim endi nima qilay? Qozonga olib yegim keldi. Bizni klub yo deputatlarga o'xshab kayf qilish to'xtatish kerak, yo o'zi deputat bo'lishimiz kerak. Chunki topayotgan pulimiz, ishlatayotgan pulimizga nisbatan 6 barobar kichkina bo'lishi bu cho'ta bankrotlikka o'xshab ko'rinyapti-da. Hech qaysi bankda bizga bergan kreditini yopib olish uchun pul ishlab chiqarish degan funksiya yo'q-da, bolalar uni to'lash kerak. Shuning uchun eng qiziq ularda aldonmaymiz ham odamdan odam yaxshilik qoladi. Chunki bankdan odam yaxshilik qoladi degan maqol yo'q. Shuning uchun haligi bolalar o'zi boy qaynata ham o'zi variant emas, chunki unaqa odamlar ham qizini yaxshi odamga bergisi keladi. Ularni ishontira olmaymiz ham hali bilyard o'ynash, karta o'ynash yaxshi qobiliyatligiga. To'g'ri, shukur 24 soat tindirmayapmiz, lekin kredit berishayotganiga shukur qilishni o'zi bizni millioner qilmaydi. Chunki hech qaysi millioner bo'lib ketdingiz desa, bitta chaqib shukur qilganman demaganda. Hali bitta ishni qilishdan oldin 2 marta o'ylanib oldik-ku, biz ikkita ishni qilib olib keyin 1 marta o'ylanyapmiz-da. Shuni o'zgartirmasak, meni nazlimda o'zi biz abort olib ketishga ham kech qoldikmi deyman-da, bolalar. Voh, onasini emsin, chiroyli o'g'li jinoyat o'g'anda otuvga hukm qilishaverardi. Va biz davlatda chiroylilarga qanaqadir imtiyozlar yo'qmiz, kitkalar men bexabar qolib ketmayapman, aytib qo'ylar-a. Ayam chiroyli bola tug'aman deb cheres churashirib yuborgandi. Ko'z tegishini o'ylamagan. Mo tarafdan qarasa Angelina Jolie'larga ham sal-pal o'xshayman-da men. O'zi bizda polniy mitskalar shekilli deb o'ylayapman hozir urug'imizda. Eng qiziq hozir betimga yuvdim ola. Cho'milsam nima bo'lar ekan deylar. Meni rosa ko'p kech qoladi deyshadi har xil joylarga, lekin men hech qachon atay qilib kech qolmayman. Men hozir hayotimda bo'ladigan bitta qismini ko'rsatib beraman, nimaga kech qolishimni. Mana qaranglar, eshik ruchkasi singan. Men esimda yo'q, buni ichkariga yopib qo'yganman. Mana qulf emas, mana uni burolmayapman, ochilmayapti bu. Eshik tagida dastavkam turibdi. U eshik qulflangan. Eng qizig'i, men u eshikni ochish uchun maytdan kalit berib, kirib, maydan ochasiz demoqchi bo'lsam ham, eshik ichkaridan qulflanganda, tushunasizlarmi? Ya'ni u eshik ochilish uchun men mana xonaga o'tishim kerak. Bu xonaga o'tishim uchun men mana ochishim kerak. Buni ocha olmayapman. Tushunasizlarmi? Endi qanday qilib men o'zimni uyimda o'zimni qulflab qo'yishim mumkin. Endi bunga kim ishonadi? Misol, nima kech qoldingiz desa, o'zimni uyimda o'zimni qulflab qo'ydim desam, ishonadimi? Qanday qulflading deydi. Bo'ldi, ochdim akalar. Mana bu bilan ochdim. Bu nima ekan o'zi bilmayman. Bitta oshnam yozyapti, do'stim, qizim akasi bilib oldi, gaplashayotganimiz yurib o'tib kelaylik dedi. Instagramini ko'rsatsam, Instagramdan har bir bolaga o'xshaydi. 7000 ta odamga podpiska bosib yuborgan. Instagram kirgan odamga podpiska bosib qo'ygan. Profiliga hali armiyada unday qilib tushgan rasmini qo'yib qo'ygan. Yur, borib kelamiz deb pastda deb shuni o'tsak akalar, haligi akani ko'rdim, odam bolasi uradigan emas, hali aka ishonasizlarmi? Hali 40 chiqquncha ham qo'ya yo'shib katta bo'lganda, hali indamay tursa ham odam so'kadiganga o'xshaydi, to'g'risi. Sut tondigan protein ichgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman-da. Endi hali joyda aytyapman, so'z sen nimaga ishonib, mo akani turishini qara, nima qilamiz hozir? Bu yoshligimizda hali 7 ga 2 urushib urib qo'ydik-ku deydi. 7 ga 2 urushib urib qo'ygan, biz 7 kishi deydi unda. U hali boksyorlar bilan urushganimizni esla deyapti. Boksyorlar bilan urushmaganmiz biz, boksyorlar urgan bizni jinni. Biz prosta ashada kaltayganimiz urushganga kirmaydi. Yaxshi ham hozir ro'zada, mana shu ro'zani bahana qilib chiqib ketdi, eplab aka ro'zani kunida qo'ysangiz deb. Bo'lmasa bu akalar kubok olib ham zerikib ketdi-ya, to'g'risi. Bolalar ko'ryapsizlar, o'ynagan kubogini yutib qo'yishyapti. Buni bu yoqda jahon chempionati qoldi, shu New York ko'chalarida ash kubogini ham ko'tarsa bu yoqda cho'tki bo'lib ketadi. Futbol o'ynashni o'rgan bo'lsanglar, o'sha haligi 3-penaltini tepgan akaning ismi Rustombek Ashurmatov bo'ladi. Eslab qolinglar, keyingi safar borib oldiga haligi ismingiz nima edi, kecha nima ovqat yedingiz, paypag'ingiz yuvdingizmi degan savollar qilmanglar har xil. Eslab qolinglar, yaxshilar.
U buyog'iga ham mana shunday ketaversin, ha, akani tepgan penaltichilarga to'shni yuta olaylik har turnir. Mayli. Ha, akalar endi xudo bersaninglar. Nimaga demaysizlarmi? iPhone olib haliga birinchi epman, birinchi kuzdirma, direktorim ham uraman, xudo yorhamman deb oladigan mollar bor-ku. Ashlar uchun o'zi ishonchda antilopa bilan hech kim narsa sotilmayapti, xolos, bo'ldi. Bundan keyin endi ishonchda BU telefonlar ham olsalar bo'ladi. iPhone 11 dan 14 Pro Max gacha. Shuni kelasizlar, BU telefonlar holati a'lo darajada tekshirilgan bo'ladi, korobkadagi hamma narsasi bo'ladi. Undan tashqari trading qilsanglar ham bo'ladi. U nima degani? Hali telefoninglarni sotayotganinglarda har xil videolar tarqab ketishini xohlamasanglar, kelib turib, telefoninglarni ustiga pul qo'shib, o'zingizlarga yoqqan narsaga admin qilsanglar bo'ladi. Ne только telefon, boshqa narsalarga ham admin qilsanglar bo'ladi. Bunaqa ishlar, xullas telefon uchun ishonch telefon ishlab chiqarmayapti, xolos. Qolgan hamma narsani qilib beryapti. Prosta shashilib bir pasda kelib olib turib, shuni almashtirib o'zi solagan telefonga sekin qaytib keta olasizlar ishlatib. Bolalar, men senlarga jon deb iftor qilib beray deyapman. Hamma sharoit bor-u, lekin haligi iftor qilib bersam, ursam bo'lib ketganingdan yig'lasang, to'g'risi g'alati bo'lib qolaman deb. Yaqinlaring yig'lasa g'alati bo'lasan-ku, to'g'rimi? Men ham mana shunaqa bo'laman-da, to'g'risi. Tim bo'li oshni oldida yig'lagan odam tasavvur qilish olasam, yo'q. Ba'zi odamlar janozada ham osh kelsa xursand bo'lib ketadi. Bu shuning uchun fransuz olimi Frank Riberida aytgan gapi bor ekanda. Yaqinlaring zarba yeyishini xohlamasang, zarbaga o'zingni tutib ber degan. Shuning uchun endi o'zlaring bilib, men yoshimdan bir joyga borib qolgan, ancha qiyinchiliklarni ko'rdik. Biz o'tgan yo'llar. Bu zarbani o'zim senlar uchun, yaqinlarim uchun turib berishga tayyorman. Qo'rqmasdan meni chaqirishaverman. Hijolat bo'lishma umuman. Yig'lamayman, chidab beraman senlar uchun. Haligi xayrli qilib pul-mul qistirib yurishmagin, unisini ko'tarmaydi yuragim. Unisiga silamayman. Uni qo'sa chaqirishim. Ammo iftor bo'lsa chaqirishaver bemalol deb ogohlantirib qo'yapman-da endi. Sizlarda ham haligi ustki krugli gruppasi bormi? Haligi jinoiy hujra deb qo'ysa bo'ladi, haligi gruppani, to'g'risi. Haligi gruppada 3 ta odam bo'ladi. 4-odam qo'shilsa, ana uchalasi qabalib ketishga to'g'ri keladi yo bir o'lib ketishiga to'g'ri keladi-da, to'g'ri. Hali hayvonot olami desa bu qonunan ham menimcha gruppa taqiqlangan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men u gruppada har doim muhokama bo'ladigan bitta mavzu bor. Qachondan zalga chiqamiz? Zalni boshlaymizmi? 6 oydan beri muhokama qilamiz, hali zalni boshlaganimiz yo'q, lekin kimdir adashib bolalar Go Samarqand deb yozib qo'ysa, 2,5 soatdan keyin Samarqand sentrida turib, qachondan zalga chiqamiz deb gaplashib turgan bo'ladi. To'shni, u muhokama qilinmaydi. 3 minut ham o'ylab o'tirilmaydi. Tushunasizlarmi? Bunaqa motivatsiya bilan biz zalga chiqsak hamchi, Arnold Schwarzenegger bo'lib keta olmaymiz. Maksimum bir Alish Alzheimer bo'lishimiz mumkin xolos-da, to'g'risi. Hali gruppada ishonasizlarmi, kamera o'ylab topilgandan beri nechta odam yashagan bo'lsa, hammasini zapali bordi. G'iybat yo'q, faqat zapal. Men birinchi marta futbol ko'rganimda akalar 2012-yil Chelsea bilan Bavariya o'ynayotdi-da, Neuer ashunda ham varataga turardi. 12 yil bo'lyapti-da shu narsaga. 12 yilmi, 14 yil bo'lyapti. Hali ham varataga turibdi-da, mana shu Neuer ishonasizlarmi? Gitlerning sinfida ham mana shu varata o'yganda, to'g'risimi? Voy, Müller yo'q bo'lsa bo'lib ketdi, mana shu Neuer yo'q bo'lib ketmadi, to'g'risi. Yo bolalarda tepgan to'pi Neuerga boradi, yo Neuer bilmayman, o'tkazgan golda ham ko'rdinglarmi? Yiqilyapti, bo'ldi, kirib ketaversin deyish yo'q. Yiqilyapti, qo'lini ko'tarib, uxlayotganda ham qo'lini ko'tarib yotsa kerak deyman mana shu bola. Shu yo'q bo'lmadi, mana shu biz ko'karib ketmay. Mayli endi bir haftadan keyin Myunxenda gapirishamiz. 2-1 o'zingizlar bilasizlar, Real uchun unaqa yomon anaqa emas. Bolalar dicha Neuerni singari va sim cho'tkada qo'li yallashtirib yuvib borsa, to'g'ri qo'yib olib eplasak bo'ladi. Men bilasizlarmi, qanaqa bolalarga havas qilaman. Haligi hech kim dunyo bilan vash ishi yo'q bolalar bor, o'zi bilan o'zi yuraveradigan. Va eshitdingmi, hozir urush bo'lyapti desiz. Habib yutadi, Masapan ham to'shni yutib qo'yadi. Habib yutkizmaydi. U tashnab turaveradigan bola. Mana yangicha haligi depressiya, inflyatsiya degan so'zlarni u haligi mashinaning yangi turi deb o'ylaydi. Umuman qiziq, ammo pulni topadi. Mana buqona baqib oyiga 50 million pul topsa kerak deysizlar. Lekin sezdirish yo'q. Mana ishlatadigan telefoni ham G2 Prime, Telegramga ham kirmaydi haligi. Telegramga tushunishlar uchun hozir konsertli puldan ham kirsa bo'lyapti. Kiyim ham umuman sezdirmasdan mana shu 3-sinfda kiyib yurgan sportkasi bor, bitta yonboshda chizig'i bor, trikosda yuradi. Qishin yozin. Hali trikot cho'ntagida atyorga turadi doim. Bitta uni teskarisi bor, guppi, vashi, hali bosar tushani 3 million olib oladi, Luboy katta binodan o'tib, masjiddan uy bosib olish kerak edi bitta. Hali joy biznes center. Mononi oladigan narsasi, bu izzor olsa bitta velosiped olib qo'yaman. Tamarkaga 3 kilometrga borib kelishga qiynalanyapman deydi. Tushunishlar uchun topadigan puliga uydan Tamarkasigacha bo'lgan masofani olib qo'ysa bo'ladi. Tamarka ham 28 gektar. Kadastr qilib alohida viloyat qilib bersa bo'ladi. Hech ham o'zini noto'g'ri gapirmayman deb o'ylaydigan tanishinglar bormi? Har doim to'g'ri gap meniki bo'ladi deydiganlar bo'ladi, tushunasizlarmi?
Ular aytib beradi deydi-yu. Ular deyotgani butun dunyoda, tushunyapsizmi? Nari dunyodan bitta odam tiriltirib qaytarib kelib, mana odam ham aytyapti, ash paytda mana shu odam bo'lgan ekan desam, o'zi Qobil akam to'g'ri aytganda, seni mana shu hech ham bir xato gapingni tan olmaysan sen. Qobil akam aytadi deb. Yo'q, Qobil akam dadang bo'ladi, jinni unaqa emas. Umuman tan olmaydi. Uni jinnicha logikalari ham bor miyasida turib olib. O'zi bu hayotda Robin Hoodga o'xshab yashash kerak. Robin Hood zo'r qilganda boylardan olib kambag'allarga bergan deb. Endi kambag'allar ishni so'magandan keyin boylardan oladi ekan ishni, to'g'rimi? Endi turib olib bu dunyoda faqat qiyin yo'llardan yurish kerak. Oson yo'llar biz uchun emas deb beradi. Sen yuraver qiyin yo'ldan. Agar maqsadga erish peshonaga yozilgan bo'lsa, men osonidan ham yuraman. Nima keragi bor qiyin yo'ldan yurib? Osonidan yuraveraman deb. Akalar hurra yotadigan odamga nima berib qo'ysam, ertalabgacha o'lib qolar ekan, o'zidan o'ziga. Bu ilojisi bo'lmayapti, to'g'risi. Men haligi bu shimitqini hurraga asablarim dikkayib ketyapti. Seryozni gap, bu ilojisi bo'lmayapti-da. Men uxlayotganingizda shu nima qilib uxlash kerak, o'shini hurraga turib ketmasligi uchun. Shu turib ketsangiz o'sha uxlolmaysiz. Nima qilish, qay darajada charchash kerak odamni? Bir labo maktabga kelib uqalab o'tirsam charchaymanmi shu darajada? Turib ketasizmi? Uxlayotganingizda ham shu seriyani cholayotganda yotadi-da, hurra emasda, seriyani cholayotganda yotadi. Tushimda press qahramonni atmetga qilyapman, mana bitta seriyani cholayapti deb turib. Bu hurra emasda, akalar, bu jamoat yashash punktida, hali jamoatni tinchini buzish deb turib ham bir 15 sutkagami olib kirib yuborsak nima bo'lar ekan? U turmadagilarni ham uxlatmaydi agar qamashib yuborsa, ishonasizlarmi? Turmadan chiqarishaveradi, uka senga amnistiya deydi, bor ketaver, to'g'risi bo'lmayapti deb. Nima qilsa bo'ladi mana shu hurra yotadiganlar? Sen menga do'stingni kimligini ayt, men senga seni kimligini aytaman degan maqollar bor-ku. Akalar, xudo haqqi, men unaqa yomon odam emasman, to'g'risi. U bizni do'stligimizga maqollar aralashmay qo'yarsiz. Bizni do'stligimizni ifodalash uchun she'riyat tili soqov. Hali shu bola bilan do'st bo'lishingga sabab bormi desa, keltira oladigan yagona ishonchli sababim uni ham qulog'i bor deyishim mumkin. Boshqa sabab yo'q. Hali "Men bolam rosa ko'tarib, tanishingizmi?" deb so'rashadi. Yaxshi maqsadda oddiy odamlardan. U bolani mendan tanishingizmi deb oxirgi marta so'ragan odam shu kredit bo'limidan so'radi. Bo'lmasa faqat uchastkolar shuni yaxshi odammiz, uxlaganda yaxshi odam, u uxlaganda ham yaxshi odam emas-da, uxlaganda ham hurra yotadi, reytimga solib otadi hurrani ham. Pluslari yo'qmi desa, pluslari bor. Ishxonadagi hali keldi-ketdi daftarda pluslari bor. Zerikkan ishga ham borib turadi-da. U plus daftar ham bitta ash uchun. Chunki besabab kelmay qolishi mumkin bo'lgan yagona odam shu ishxonasida. Minuschi desa, minus dehqonchilar, akalar bo'luv bo'lib ketdi. Napas olayotgani ham minusga o'xshaydi. Ne napas olish? Kamdan napas ol, shuncha kislorod qachetyapti-da, yeylar keladi sirazi. Tavba qildim. 2005-yil yosh bolaman-da o'zi. Lekin odamlar menga 21 yoshli katta odamga muomala qilayotgani menga yoqmayapti. Men u dokumentga qo'l qo'ymadim hali, katta bo'lish degan dokumentga. Nima yo'nal qilishyapti u? Men tengilar ba'zilarini bolalari bor, tasavvur qilinglar. Men hali ham osmonda vertolyotda ovozini eshitsam qarab turaman. Tanki o'tib qolsa ko'rinmay qolguncha qarab turaman haliginga. Xo'rozqand, olmaqandda oldan prosta ko'rmaganga olib o'tib keta olmayman men. Hali ham soat 7 da tangim 8 da yoshlardan ishani bo'lyapti deb o'ylayman. Bu qanday qilib men tengilar ba'zilariga kredit berilgan, tushunyapsizlarmi? Bank ularga inson sifatida ishonib kredit ajratgan. Biz kecha 100 dollarni qo'shniga olib chiqib berishdi ishonmasdi, dadamiz bitta dollarni olib chiqib berishdi ishonmasdi. Bu qachon bunaqa katta shu 30 yoshli akalarga savol. Akalar buni buyog'i faqat pasmi? Shu pikimiz 12 yoshimizda bo'lganmi deb o'ylayapman-da. Kechagi kun bugungina yaxshiroq men doim. Bunday o'ylab qarasam, akalarim, o'zimizning Instagramimizchi ancha tinch ekan. Hali jinniga trendlarni ham odam sag'indi, to'g'risi. 2 kundan beri Telegramga kiraman, bitta yaxshi xabar yo'q. Onasini aytsa, kimgadir raket uchiryapti, kimgadir o't ochyapti. Tavba qildim. Bitta hali akani taniyapman, shuncha xabarchi. Trump degan aka bor edi-yu. Ashakan qolganlarini tanimayman. Nima bo'lyapti o'zi, to'g'risi bu. Bitamtelar yo'qmisizlar ash tarafdan-da o'tkazib munozara mahallasi gap kirib beradigan ular, yarash o'ynatib beradigan. Anjanli ikki toshdan bor jo'natgan, liboyga nos chektirib gapga soladigan bolalar bor. Shunday nos chektirib nima shotuvdi aka siz o'zi deb turimda yarash o'ynatib beradigan bolalar bor, to'g'risi. Shuncha qalbani ichida bitta narsa o'ylantiradi-da. Men hali uylanmadim, to'g'risi. Ashi o'ylantiryapti. Bo'ydagi g'ami urushayotganlarda ular tarafdan ham tinchlik olsin-a, bizga o'xshab. Tinch yashagan yaxshi-da. 8-mart bugun yakshanba kunga to'g'ri kelibdi. Qanaqadir noyob hodisa, chunki menga 68 yil maktabda o'qigan bo'lsam, bir marta
yakshanba kunga to'g'ri kelmagan, men bitirib ketib, уже yakshanbaga to'g'ri keladi. Har safar chorshanba, payshanba, shu juma betdan keyinlarga to'g'ri keladi. 14-yanvar bo'lsa, kalendar o'ylab topilganidan beri yakshanba kunga to'g'ri keladi. Menimcha taqdir meni bu yil uylanadi deb o'ylagan, 8-mart uyda dam oladi yakshanba kuni, sovg'a berishga majbur bo'ladi deb o'ylagan. Yo'q. Taqdirda plani jichcha o'xshamay qoldi. Men kech qolib ketib qoldim. Xuddi umrida 100 ming so'mdan qimmatga sovg'a bergandek nolib o'tirishim qaranglar. Xullas qizlar, sizlarni kaktus ham 1,5 million so'mga sotiladigan kun bilan tabriklayman. Bolalar, haligi muhimi sovg'ani qiymati emas, muhimi e'tibor degan so'zlar faqatgina haligi intervyu berilayotganda aytiladigan gap turkumiga kirishiga amin bo'ladigan kun bugun. Xullas, endi bir narsa qilasizlar-da, endi men aybdorman endi. Yegandan keyin to'lash kerak. 14 da yeganlar hammasi to'lab bersin bugun bitta-bitta. Urushib ketishim yo'q. Men yoshligimdan o'zimni foydam uchun yomon hitri bola bo'lgan ekanman deb o'ylayman. Mendagi hitrilar bo'lgandir-u, qadam bilib oldingiz, kichkinaligimizda to'yda osh solib beradi-yu, bilsanglar. Ovqat soldirib yeydi kichkina bolalar. Hali power o'zizgaligini bilib olsa, bu mayda miqqa bola oradi deb turib 1,5 qoshiqmikin osh solib beradi-da, to'g'risi. Hali go'shi ham bo'lmaydi haligini. G'ash kelib qolsa, mastavani yurishini o'ynatib yuboraman, to'g'ri, asini o'zini berib olaman. Ukamon kashanib turdi. Men o'ta hitriman-u, kichkina bo'lsam ham hitriman. Power tog'ani korrupsionerligini bilaman-u. Sirasi bitta tovoqda olib borardim. Power tog'a Hoji dadaga osh solib berasiz ekan, olib chiqib beraman ekan derdim. Hoji dadalar o'zinglar bir yer yuzida hamma joyda 3 tadan Hoji dada bor. Hoji dada Abdulla Qodiriy deyish gunoh bo'lgan paytlari ham yashagan ular. Buni bu yog'iga ham dalcha yashaydi. Yomon solib beradi haligi osh, haligi quda taraf kelibdi deb keladigan opaga ham unaqa osh solib bermaydi, ishonasizlarmi? Hali oshdan yurishini istaysizlar, yurishini. Hoji dada yeganmi deb turib sira sho'rvani go'shini ham bosib yuboraman, tavba qildim. Yomon maza qilib yegan mosh. Akalar 5 marta pravaga topshirib 5alasida ham ola olmaslik bu qanaqadir super qobiliyat deyilmaydimi? Yashirin iste'dodmi yo haligi yeringiz uchun 8-mo'jizami deyilmaydimi? Bu safar ham hali oshnam topshirib 3 ta top. 3 ta ham top bilmayman bu bolaga Tesla deb nemis tilida yozib berishyaptimi yo savollar biologiyadan tushyaptimi, tavba qildim. Yo hali isming degan joyga ham badminton deb yozib qo'yyaptimi bilmayman. 3 ta top. Ne qator qizil ketaversa ketida bir 17-sida tushunib yetish kerak-ku, to'g'rimi? Topshira olmasligini 20 gacha ishlaganda. Oxiri alohida kabinetga berishadi, topshiradigan joydan, to'g'risi. Ama nomerlar tanlayapti, hali yangi chiqqan prilojeniyada. Mana bo'sh ekan deb berdi. Ha, bo'sh hamma nomer. Sen bo'yningga taqib olasanmi ib bilan uni? Mashina yo'q, prava yo'q. Ko'ra olmasligi ham bordi uni. O'zi prava ola olmayapti. Kim mashinani rolida historik bo'lsa, press qahramonni atmetga qilib qo'yadi pastiga. Sirazi. Hali Snoop Dogg'ning videosini ham atmetga qilib qo'yibdi. Bilmayman endi unga qanaqa qilib chora ko'riladi-yu, ammo kinolarni ssenariysini kim yozadi o'zi vashshe misol uchun-da. Bitta odam yozmaydimi? Mana Yovuz qahramon bo'ladi, 100 yil trenirovka qilgan Yovuz qahramon bo'ladi. Bilmayman, har doim Yovuz qahramonlar kuchli bo'ladi, trenirovka qilgan bo'ladi. Hech ham hali lapash Yovuz qahramon ko'rmaysizlar. Eng qizig'i ikkita sevishgan bo'ladi, ular doim yaxshi qahramon bo'ladi. Ikkita sevishgan. Xuddi ssenariyni yozgan odamning miyasida sevishmagan odam ideta shu Chikatilo bilan Gitlerni urvinida-da, tushunyapsizlar? U уже ana sevishganlar har doim yaxshi bo'ladi. Ona 100 yil trenirovka qilgan Yovuz qahramon har doim ona sevishganlarga yetkazib qo'yadi. Chunki onalarda sevgi qudrati bor. Sevgi qudrati. Onasini ham meni oshnam qizi bilan gaplashardi. 2 yil zalga chiqib trenirovka qilgan akasi bor edi, ikkovsini kuchi yetmadi hali akasiga. Akasi to'xtatsan dedi, bo'ldi, ash kuni to'xtatdi, sirazi. Hayotda unaqa bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Trenirovka qilgan yutaveradi-yu. Qo'rqib ketdim. Shu hayda o'tib ketyapti. Hech kim hayli bermadi-da menga cho'ta. Oldin berishardi, hozir o'zi katta bo'lib olding deb berishmayapti-da. Bu kattalarni uyda hayt olmaydimi? O'zinglar aytinglar, yo kim kattalar nomidan katta ketib hayli yomaymiz deb deydi. Uyingga yur. 1000 so'm mayli bu olma qoqimi, namataydi, po'stlag'imi, xurustimi? Yahna choy bo'lsa ham berishmadi, hech yo'q. Jiyanlarimga hasad qilyapman. Yur do'konga olib chiqaman deb 2 tadan ziziya ber, olib qo'ysanmikin pulini? Otaman beyman-da, shishanasini ham esidan chiqib qoldimmi bilmayman. Bitta qora Mersda kelib, qora kastim jimladi, shu qora diplomat ichida uchun senga xayrli bordi. $84,000 pul berib qo'ysa. Любой кругda bitta mashinada bola bo'ladi, hamma ish qilayotganda hasharga kelib.
indamasdan chekadi, nafas olmasdan o'tiradigan bola bo'ladi. Ashnakalardan bittasi menman. Vasi bextman men umuman. Glavniysi nimadir qilayotgandek o'tirish kerak, sezdirmasdan. Sezib olsa ishga chaqirishadi. Kulturnikiga bolalar o'tadigan joyim bor edi beldan keyin deb. Qilaringlar olsin. Az yordamlashaman men. Qanday yordamlashaman, albatta kutyapman. Shu eng zo'ri shu-da akalar. Ammo bilib olsa yomon bo'ladi. Shunday bir hafta ish buyursan, oz deb turib telefonni quloqqa tutib, tez bu yoqqa bu yoqqa yuraversanglar, yana o'z joyiga tushib qoladi. Bilmasdan o'zlari qilishadi. Akalar, men haligi toza havoga Face brand bo'lgan oshnam bor-ku, bekarchilar birinchi. Ashi bola kecha qiziga hali shokoladga botirilgan qulpinay beribdi. Klubnika shokoladami deydigan uni ashunaqa beribdi-da u. Bizga hech narsa bermagan, zvachka ham bermagan shu yoshigacha. Yana aldayapti bizni bu. Hot-dogni puliga beradi deb. Men sirazi qulog'im yumshoq joyi bilan his qilaman u yolg'onni sharpasini. Firib sirazi his qildim-da. Endi narxini surishtirsam, u hot-dog uni narxiga teng bo'lish uchun Shveysariya havosidan nafas olgan 5 temperaturda yo'shidan bo'lish kerak ekanda. U bo'lmasa, hali bizga aytadigan bozor nonni ichiga salat solib berib beradigan hot-dogdan 870 tami berar ekan uni puliga. Hozir endi nima jazo qo'llasak bo'lar ekan. Telefonim menda qolib ketgan, dadasiga SMS yozib qo'yayman. Sigaretim uyda qolib ketib, chekib qo'ymanglar deb. Ya'ni o'rtog'imga tegib ketgan qiz degan qo'shiqni ro'za chiquncha tashlaymikin qayta. Biroqda orqasidan gapirishdan oldin o'ylash kerak-da. Misol, sizlar ko'rmagansizlar, misol paytida men 30 kunlab ishga chiqqan paytlarimni yoki haligi uyga yordam bo'lsin, og'irim tushmasin deb turib qo'shimcha kuniga 24 soatlab smenada qolib ketib, qo'shimcha ishga chiqqan paytlarimni ko'rmagansizlar. Chunki men unaqa qilmaganman-da. Shuning uchun haligi dushman pastda bo'ladi deydi-yu, sizlar pastimizdamiz. G'alati bo'lib qoldi-yu. Ertaga juma. Sizniki tormi? Meniki tor. Tavba qildimmi? Cringe degan so'zni patentlash olmadimi? Qonuniy qilib ikkalasi. Haligi nimaga san'atkorlarga налог solayotganini sezyapman. Bunaqa qo'shiq aytgandan qo'shiq aytishni pulli qilib bergan yaxshi. Buni qo'shilma hech kim to'yga aytmay, pulga odam. Tasavvur qilinglar, to'yda sizniki tormi? Meniki tor deb tursa haligi. To'yni tezlashtiryapsiz, xudo xola o'tib qoladigan ekan deydi-yu. Xudo xolaning o'zi kassasi meni o'ldirib qo'yapti. Bo'lmasam o'tib ketolgani yaxshi degan bunaqa to'yni ko'rgandan deydi. Kim aytadi to'yga to'g'risi? Opani ham eslasanglarga, zerikchi bo'lsa chiqib hali bir qarichlardan ustiga tashab chiqib kalla qo'ya oladigan beli bor. Kimdir onajon desam. Akani aytmasa ham bu Amirxon Marib shu ustaligi ekspert edi bir paytlar hali. Men eshitsam Eminem eshitaman, T.I. eshitaman. Eminem mana qo'shig'ingizni eshitib olsa aka sizni o'zi topib bloklab qo'yadi. Qo'shig'ini qonuniy eshitishni taqiqlab qo'yadi sizga. Bunaqa odam meni eshitmasin deb. Umrimda birinchi marta shu sayohat uchun qayergadir chiqmoqchi edim-da. Hali palonchi yigitlarga o'xshab. Sayohat uchun chista chet elga chiqmoqchi edim. Eng tinch joy Dubay deyishdi. 3 kundan keyin Dubayga ketishim kerak edi. Dubayda ahvolni qaranglar. Men ketaman deganda o'sha qabila o'ynashdi. Boshida jumon avjida. Onasini ham desam, shuncha payt tinch bo'lgan Dubay yo'q. Bugundan keyin bitamda menga eng tinch joy deganimda Dubay deysan, 10 marta serka yoshdan aytishmaguncha mana shu kechirmayman. Hozir endi Malaziyaga almashtirib berishyapti. Baraka topinglar, tegmay turinglar. Ishdan boshqa joyga ham chiqaylik, chetga ham chiqaylik biz ham. Malaziyaga borib kelib, indashmay turish va ashakka tegmay. Agar Malaziyaga ham nimadir bo'lsa, har kun ishga chiqaman. Nocham ishlayman olmasni ham. O'lib ketsam, faqat ishga chiqish meni peshanamda ekan deb to'lqi ish. Kecha bitta Telegramga kirib chiqqunimcha ela gol olib qolyapti. Hakka yasha top ketdi. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, haligi kim xohlasa gol uraverdi. Endi bugun ham ashna bo'larmikin deb hamma ishlarimni qilib kelib telefonni palyotga solib bitta o'tirsam, akalar, bular penaltilar seriyasiga tayyorlanib kelgan ekanda, to'g'risi. Penaltidan boshqa bitta ham golimi, yo boshqa kanaldan qo'yib berammi golni bilmayman. Bitta aka birinchi taymdan keyin zerikib ketib, hot-dog qilib sotayotgan ekan, ko'rsat stadionda, ko'rdinglarmi? Aslida bu Atletico boru, mana shu Barsa, Reallarga mana shunaqa qilib o'ynab beradi. Men ko'ryapsizlar, boshqa komanda bilan o'ynasam, xudo xolam tinchmi? Yaxshi, biz ham yurib ashna salom alaykum qilib o'ynaydi. Lukman Ferran Torresni butsasini kiyib tushganmi bilmayman, umuman tepa olmadi bugun.
Ammo bitta narsaga hayronman, Real Barsa bo'lsa sudyalar hamchi 87 ta penalti bo'lsa ham qizil bermaydi ekan, ko'rdinglarmi? Yo bizga faqat shu sudya qizilni yaxshi ko'radi. Qizil kunida jeb olamiz sudyalar bilmayman, to'g'risi. Men penalti bermasdan ham o'ynatsa bo'lar ekan, zo'r o'yinlar bo'lyapti. Yegano. Boshqa ish qilamiz, o'lib ketdi. Talabalik oltin davr eng zo'r partiyalar shu deydi-yu. Men talaba osmonimga bunday qarayapman. Eng zo'r payti agar shu payt bo'lsa, buni bu yerga yashashda hojat yo'q. O'ziga suiqasd qilib hech kimga aytmay tarakan dori yeb olammi bilmayman. Maktabda o'rganib qolganda 11 yillar ustozlar bu yil imtihondan o'tolmasizlar, sinfdan sinfga qolib ketasizlar degan ustozlardan 11 yil o'tganda universitetda uni qo'ymayapti. Jamiki bo'lgan fanlardan konspekt qiladi. Jismoniy tarbiyadan ham konspekt qilyapti. Kastim shunda dushga kiryapti. Jalis tuyda uxlayapti, tushunasizlarmi? Doim formada bo'ladi deb. Kimdir sessiyadan olib o'tib qo'yaman desa, dada deyishga ham tayyor. Biz sessiyadan o'ta olmay qolsanchi, desangiz ayadan so'kkan deyishtilyapti hali bolaga. Shunaqa kimdir haligi kitobga jamiki olimlar bor-ku, nimadir yangilik kiritgan, nimadir o'zgartirish kiritgan. Ashlarni shunaqa qarg'ayapti. Eng qizig'i, mashinasidan eplab o'tib olsa, u yoqqa oson do'stim. Qiyin-da shu sessiya deydi. Sessiyadan oldingi hayoti ham bo'lmishdan ancha farqli. Bo'lmish icharida, o'zini xursandchilik uchun u ham. Eng qizig'i bu hamma yo'q topshirib borsa, dadasi eshik tagida lapatiga ko'tarib turibdi, kani kunicha agarotga baylab qo'yadi. Men qarab turinglar-da mana. Odamni tupoyligi bilan kaptarni tupoyligini solishtiramiz hozirlar bilan. Mana ko'chadan kaptar tushib, mana idishga solib qo'yganda, u tepasi ochiq buni. Va kaptar ham uchib ketmayapti, mashina turibdi. U короче bilmayman, nimaga uchib ketmayapti, nima to'sqinlik qilyapti unga. Lekin buni ushab turish uchun shu idishga solingan odamning miyasi bu mana kaptarnikidan ham kichikroqda, tushunyapsizlar? Hali ikkita haligi tupoylar bizni jangimiz yillarga tatigulik bo'ladi dedim. Aslida holat o'tiribmiz shunaqa qilib iftorgacha. Zerikmay, iftorga mashina pishirib yeymiz.